Hayotim bir kun ichida o'zgarib ketgan. Bir oyog'imdan ayrilgan kunim hammasi tugadi deb o'ylaganman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'zilar oyog'im yo'qligini ko'rishib, achinishdi. Ba'zilar oyog'im yo'qligidan kulishdi. Yana kimlardir meni oyog'im bunaqaligidan masxara qilishdi, ermelashdi. Men bildimki, odamda oyog'i emas, irodasi mustahkam bo'lishi kerak. Meni oilam, orqamda oilam kutyapti va xalqqa xizmat qilishim kerak. Farg'ona tumani suv ta'minot bo'limida ish faoliyatini olib boraman. Shu xonadonlarga ichimlik suvi beramiz. Shu suv boryapti turgandan biz xursandmiz. Qilib turgan mehnatimizdan. Meni bitta oyog'im yo'qdir, lekin kelajakka qo'ygan maqsadlarim butun.